Amerika'daki söhbette Dolkun Aysa efendim bir gapni dedi. Yani her bir teşkilat özünün aldığa men birden-bir biz boldu degan narsani ish bor. Shunaqa. Unda bu gap endi yana nurg'un odam chavoq chaldi. Ashdan bek hayron qoldim men. Bu chavoqni bir o'ylashib, qo'limizda degan gapni bir o'ylab o'tib, erkin chalsak to'g'ri bo'ladi. Ama o eğer ki qarindoshlik nima sabab bilan chaldi, o javobni bilmayman. Endi biz ikkinchi savol kelsak, boshqa tashkilotlarni dunyo xalqimiz vakili qilmaydi deb qaraymiz. Her bir teşkilat xalqimiz vakili. Her qanday bir teşkilat, boshqa organlarning yüzden biz Sharq Turkiston xalqining birdan bir organda mana emas bo'laverdi.